Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan hammamizni tashvishga solishi mumkin bo'lgan juda muhim mavzuni muhokama qilamiz. Men hozir aytadigan ma'lumotlar, ayniqsa hurmatli nafaqaxo'rlarimiz va ularning oila a'zolari uchun hayotiy ahamiyatga ega. Aprel oyidan boshlab nafaqa tizimida jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda. Ba'zi nafaqaxo'rlar o'z nafaqalarini qaytarishga majbur bo'lishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalmoqda. Bu xabar ko'pchilikni xavotirga solayotganini bilaman. Ammo vahima qilishga shoshilmang. Bugungi videoda men sizlarga barcha savollaringizga aniq javoblar beraman. Qanday qilib bunday vaziyatlarga tushib qolmaslikni va agar tushib qolsangiz, nima qilish kerakligini tushuntiraman. Har bir detalni chuqur o'rganamiz. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, chunki har bir so'z muhim bo'lishi mumkin. Hozirdayoq kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga ko'proq odamlarga yordam berishimizga yordam beradi. Muammoning mohiyati, avval qanday edi va hozir nima o'zgardi, keling, muammoning tubiga yetib boraylik. Nega birdaniga bunday gap-so'zlar paydo bo'ldi? Avvallari nafaqa tizimi qanday ishlardi va hozir nima o'zgardi? Bilasizki, nafaqa ta'minoti har bir davlatning ijtimoiy himoya tizimining asosiy ustuni hisoblanadi. Yillar davomida bu tizim o'zgarishlarga uchragan, takomillashgan. Ilgari nafaqalarni hisoblash va to'lashda ko'proq qo'l mehnati va qog'oz hujjatlarga asoslangan tizim mavjud edi. Natijada ma'lumotlar almashinuvida ba'zi kechikishlar yoki xatolar yuzaga kelishi mumkin edi. Masalan, biror nafaqaxo'r ishga kirgan taqdirda ham bu haqda nafaqa fondiga ma'lumot yetib borishi va nafaqa miqdoriga o'zgartirish kiritilishi uchun ancha vaqt ketishi mumkin edi. Bu davrda ba'zi hollarda shaxsga asossiz ravishda ko'proq nafaqa to'lanib ketardi. Yoki aksincha, nafaqa tayinlashda ba'zi texnik xatolar tufayli ham ortiqcha to'lovlar yuzaga kelardi. Bu holatlar ko'pincha e'tibordan chetda qolar, chunki tizim ma'lumotlarni to'liq avtomatik tarzda qayta ishlash imkoniyatiga ega emas edi. Nazorat mexanizmlari ham hozirgidek qattiq emas edi. Bu shuni anglatadiki, ortiqcha to'lovlar aniqlansa ham, ularni qaytarish jarayoni murakkab va uzoq davom etardi. Ko'pincha esa umuman qaytarilmas edi. Nafaqa fondi xodimlari barcha ma'lumotlarni qo'lda tekshirishga majbur bo'lishar edi. Bu esa katta resurslar va vaqt talab qilardi. Ma'lumotlarning turli bazalarda tarqoq holda saqlanishi, ularni o'zaro solishtirishni deyarli imkonsiz qilar edi. Bu holat ba'zi insofsiz fuqarolarga o'zgartirilgan holatlar haqida xabar bermasdan, davlat mablag'larini suiiste'mol qilish imkoniyatini ham yaratardi. Masalan, ishga kirgan bo'lsa-da, ishlamaydigan nafaqaxo'r maqomida qolib, tegishli qo'shimcha to'lovlarni olishda davom etish hollari yo'q emasdi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. So'nggi yillarda davlatimiz raqamli texnologiyalarni joriy etishga, axborot tizimlarini modernizatsiya qilishga katta e'tibor qaratmoqda. Bu shu jumladan nafaqa tizimiga ham taalluqli. Hozirgi kunda nafaqa fondi turli davlat idoralari, masalan, soliq idoralari, bandlikka ko'maklashish markazlari, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari, FTO, banklar va hatto chegarani kesib o'tish bilan bog'liq ma'lumotlar bilan real vaqt rejimida yoki juda tezkorlik bilan o'zaro ma'lumot almashish imkoniyatiga ega. Bu yangi integratsiyalashgan axborot tizimi deganidir. U aqlli nafaqa yoki shunga o'xshash nomlar bilan atalishi mumkin, lekin uning mohiyati bir: ma'lumotlarni o'zaro solishtirish, tahlil qilish va har qanday nomuvofiqliklarni aniqlash. Ya'ni, agar siz nafaqa olib turgan bir paytda ishga kirsangiz, bu haqda avtomatik tarzda nafaqa fondi ma'lumot tizimiga kelib tushadi. Agar sizning yashash joyingiz o'zgarsa, chet elga uzoq muddatga chiqib ketsangiz yoki sizning moliyaviy ahvolingizga ta'sir qiluvchi boshqa o'zgarishlar ro'y bersa, bularning barchasi zamonaviy tizim orqali juda tezkorlik bilan aniqlanadi. Aprel oyidan boshlab aynan mana shu yangi, takomillashgan nazorat mexanizmlari to'liq quvvatda ishga tushiriladi va avvalgi davrlardagi hatto to'lovlar, ya'ni ortiqcha o'tkazilgan nafaqalarni aniqlashga qaratilgan keng ko'lamli tekshiruvlar boshlanadi. Bu shuni anglatadiki, hozirgi kunda har bir nafaqaxo'rning shaxsiy ma'lumotlari, uning daromadlari, ishga joylashganligi yoki boshqa ijtimoiy holati kabi barcha parametrlar juda sinchkovlik bilan qayta ko'rib chiqilmoqda. Tizim avtomatik ravishda barcha ma'lumotlarni o'zaro solishtirib, har qanday nomuvofiqlikni qizil chiroq kabi yonib ko'rsatib beradi. Bu esa ortiqcha to'lovlarni aniqlash jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi va tezlashtiradi.
Endi xatolarni yashirish yoki ularni aniqlashdan qochish deyarli imkonsiz. Bu tizim inson omilini minimallashtirib, xolislikni ta'minlaydi va davlat budjeti mablag'laridan oqilona foydalanishga xizmat qiladi. Batafsil tahlil, nimalarni bilish kerak, kim xavotirlanishi kerak va kimning xavotirlanishiga hojat yo'q xo'sh, kim xavotirga tushishi kerak va kimning xavotirlanishiga hojat yo'q. Keling, buni batafsil ko'rib chiqamiz, aniq misollar bilan. Birinchidan va eng muhimi, agar siz halol va qonuniy ravishda nafaqa olgan bo'lsangiz, hech qanday ma'lumotni yashirmagan bo'lsangiz, demak, sizning xavotirlanishga hech qanday asos yo'q. Bu tekshiruvlar sizga tegishli emas. Bu tekshiruvlarning maqsadi tizimdagi xatolar, noqonuniy harakatlar yoki o'zgarishlar tufayli yuzaga kelgan ortiqcha to'lovlarni aniqlashdir. Agar siz barcha qonuniy talablarga rioya qilgan holda nafaqa olgan bo'lsangiz, yangi tizim sizning ma'lumotlaringizda hech qanday nomuvofiqlik topolmaydi va sizni bu tekshiruvlar umuman bezovta qilmaydi. Shuning uchun, avvalambor, o'zingizning holatingizni obyektiv baholang. Endi esa kimlar diqqatli bo'lishi kerakligi haqida. Birinchi kategoriya ishga joylashgan nafaqaxo'rlar. Ko'p hollarda nafaqaxo'rlar nafaqa olib turgan paytda ishga joylashadi. Bu qonuniy va hech qanday muammo tug'dirmaydi. Ammo muammo shundaki, agar siz ishga joylashganingizni tegishli organlarga, ya'ni nafaqa jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markazlariga o'z vaqtida xabar bermagan bo'lsangiz, mana shu yerda muammo yuzaga kelishi mumkin. Negaki ba'zi nafaqa turlari, masalan, ishlamaydigan pensionerlarga beriladigan ba'zi qo'shimcha to'lovlar yoki umumiy nafaqa miqdori ishga joylashish bilan o'zgarishi mumkin. Qonunchiligimizga ko'ra, ba'zi nafaqa turlari faqat ishlamaydigan fuqarolarga beriladi yoki ularning miqdori ishga joylashish bilan kamayadi. Agar siz ishga kirganingizni yashirsangiz, sizga aslida tegishli bo'lmagan summani olishda davom etasiz. Misol 1, aytaylik, Xolmat bobo 70 yoshda va u 2 million so'm nafaqa oladi. U rasman ishlamaydigan pensioner sifatida ro'yxatdan o'tgan edi. 3 oy oldin Xolmat bobo o'zining eski kasbi, hisobchi bo'yicha kichik bir korxonaga yarim stavkaga ishga kirdi va oyiga 1,5 million so'm maosh ola boshladi. Uning ishi rasmiy ravishda rasmiylashtirilgan va uning uchun barcha soliqlar va ijtimoiy to'lovlar amalga oshirilmoqda. Lekin Xolmat bobo ishga kirganini nafaqa fondiga xabar berishni unutdi yoki bu haqida unchalik bilmasdi. Natijada u 3 oy davomida ishlaydigan nafaqaxo'rga berilishi kerak bo'lmagan, lekin ishlamaydiganlarga beriladigan qo'shimcha 500 ming so'mdan olib turdi. Bu 3 oy uchun jami 1,5 million so'm ortiqcha to'lov bo'lib, mana shu summa aprel oyidagi tekshiruvlar natijasida Soliq qo'mitasi va nafaqa fondi ma'lumotlari o'rtasidagi nomuvofiqlik aniqlanib, qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Xolmat bobo bu pullarni qaytarish kerak bo'ladi, chunki u nafaqa fondini o'zgarish haqida xabardor qilmagan. Ikkinchi kategoriya moliyaviy ahvoli o'zgargan nafaqaxo'rlar. Bu asosan nogironlik nafaqalari, boquvchisini yo'qotganlik nafaqalari yoki kam ta'minlanganlik asosida beriladigan nafaqalarga tegishli. Agar sizning moliyaviy ahvolingiz yaxshilangan bo'lsa, masalan, meros oldingiz, yirik xayriya mablag'lari kelib tushdi yoki boshqa barqaror daromad manbai paydo bo'ldi va bu sizning nafaqa miqdoringizga ta'sir qilishi kerak bo'lsa-yu, siz bu haqda xabar bermagan bo'lsangiz, ortiqcha to'lovlar yuzaga kelishi mumkin. Chunki bu turdagi nafaqalar ko'pincha muhtojlik darajasi yoki ma'lum bir daromad chegarasidan oshmaslik shartlari bilan bog'liq bo'ladi. Agar sizning daromadingiz oshsa, sizning muhtojlik darajangiz o'zgarishi va nafaqa miqdori qayta ko'rib chiqilishi kerak. Misol 2, Gunnora opa 65 yoshda. U nogironlik bo'yicha nafaqa oladi va uning oilasi kam ta'minlangan deb hisoblanadi. Shu sababli unga nafaqaga qo'shimcha ravishda oylik ertalabki bolalar bog'chasida farroshlik qilganligi uchun ham ozgina pul to'lanar edi. Uning yagona o'g'li chet elda ishlaydi va o'tgan 6 oy ichida onasining bank hisob raqamiga har oy 5 million so'mdan muntazam pul jo'natishni boshladi. Bu pullar Gunnora opaning oilaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshiladi va uni kam ta'minlanganlar ro'yxatidan chiqarish kerak edi. Shuningdek, nafaqaga beriladigan ba'zi qo'shimcha to'lovlar bekor bo'lishi lozim edi. Ammo Gunnora opa bu haqda nafaqa fondiga yoki ijtimoiy himoya bo'limiga xabar bermadi. Natijada u 6 oy davomida kam ta'minlanganlik asosida oladigan 1 million so'mlik qo'shimcha to'lovlarni asossiz ravishda olib turdi. Bu jami 6 million so'm ortiqcha to'lovni tashkil etadi.
Bu ham yangi tizim orqali bank ma'lumotlari bilan solishtirilganda aniqlanadi va Gulnora opadan shu summani qaytarish talab qilinishi mumkin. Davlat organlari banklardagi pul o'tkazmalari haqidagi ma'lumotlarga kirish imkoniyatiga ega bo'lgani sababli bunday holatlar avtomatik ravishda aniqlanadi. 3-kategoriya ma'lumotlarning xato kiritilishi yoki texnik nosozliklar. Bu yerda nafaqaxo'rning aybi yo'q, lekin tizimdagi xatolar tufayli ham ortiqcha to'lovlar yuzaga kelishi mumkin. Yangi tekshiruvlar bunday xatolarni ham aniqlaydi. Bu odatda nafaqa tayinlash jarayonida ma'lumotlar bazasiga noto'g'ri ma'lumot kiritilishi natijasida sodir bo'ladi. Inson omili tufayli yuzaga keladigan xatolar yoki dasturiy ta'minotdagi nosozliklar bunga sabab bo'lishi mumkin. Misol 3. Baxtiyor amaki yoshga doir nafaqa oladi. Nafaqa tayinlash paytida texnik xato tufayli uning staji 5 yilga ko'proq hisoblab yuborilgan. Bu esa uning nafaqa miqdorini oyiga 300 ming so'mga oshirib yuborgan. Bu xato 2 yil davomida hech kim tomonidan sezilmagan. Endi esa yangi tizim Baxtiyor amakining mehnat daftarchasidagi rasmiy ma'lumotlarni soliq qo'mitasining ma'lumotlari bilan solishtirganda bu nomuvofiqlikni aniqlaydi. 2 yil davomida oyiga 300 ming so'mdan ortiqcha to'lov jami 7,2 million so'mni tashkil etadi. Bu summani ham Baxtiyor amakidan qaytarish talab qilinishi mumkin, garchi bu uning aybi bilan bo'lmagan bo'lsa ham. Afsuski, qonunchilikda agar ortiqcha to'lov aniqlansa, u qaytarilishi kerak, hatto xato kim tomonidan qilinganidan qat'iy nazar. Ammo bu kabi holatlarda qaytarish shartlari nafaqaxo'r uchun biroz yengillashtirilishi mumkin. 4-kategoriya mamlakat hududini tark etganlar yoki vafot etganlar. Agar nafaqaxo'r doimiy yashash uchun chet elga ketgan bo'lsa-yu, bu haqda xabar bermagan bo'lsa yoki vafot etgandan keyin uning nomiga nafaqa to'lanib turgan bo'lsa, masalan, oila a'zolari vafot etgan shaxsning bank kartasidan foydalanishda davom etsa, bu ham ortiqcha to'lov hisoblanadi. Chunki nafaqa shaxsning yashash joyi yoki tiriklik holatiga bog'liq. Mamlakatni doimiy tark etgan shaxslarga nafaqa to'lash to'xtatilishi kerak. Vafot etgan shaxslarga nafaqa to'lash olim haqidagi guvohnoma rasmiylashtirilgan kundan boshlab to'xtatiladi. Misol 4. Zuhra buvi yaqinda vafot etdi. Uning farzandlari bu haqda nafaqa fondiga xabar berishga ulgurmasdan, uning bank kartasiga mart oyi uchun nafaqa kelib tushdi. Farzandlar bu pullarni turli xarajatlarga ishlatib yuborishdi. Endi FTOdan kelgan olim haqidagi ma'lumotlar bilan nafaqa fondi ma'lumotlari solishtirilganda bu holat aniqlanadi. Agar bu pullar ishlatilgan bo'lsa, ularni qaytarish talab qilinishi mumkin. Yoki agar nafaqaxo'r chet elga doimiy yashash uchun ketgan bo'lsa va bu haqda tegishli organlarga xabar bermagan bo'lsa, u ketgan kundan boshlab to'langan barcha nafaqalar ortiqcha to'lov hisoblanadi va qaytarilishi kerak bo'ladi. Hozirgi kunda chegarani kesib o'tish bo'yicha ma'lumotlar ham avtomatik tarzda tizimga kelib tushadi. Bu esa bunday holatlarni juda tez va aniq aniqlash imkonini beradi. Har qanday holatda ham bunday o'zgarishlar haqida zudlik bilan nafaqa fondini xabardor qilish zarur. Istisnolar, yashirin tuzoqlar va nozik jihatlar endi esa bu qoidalarning ba'zi bir istisnolari, e'tibor berish kerak bo'lgan nozik jihatlari va yashirin tuzoqlari haqida gaplashaylik. Har bir vaziyat bir-biridan farq qiladi. Shuning uchun diqqatli bo'lishimiz kerak. Birinchidan, noqonuniy deb topilishi mumkin bo'lgan ortiqcha to'lovlar faqat so'nggi 3 yil uchun qaytarilishi talab qilinishi mumkinligini yodingizda tuting. Bu muddati cheklangan bo'lib, undan oldingi davrdagi xatolar uchun javobgarlik odatda yuklatilmaydi. Bu qonunchilikdagi muhim bir normadir, ya'ni fuqarolarning uzoq o'tmishdagi xatolar uchun cheksiz javobgarlikka tortilishining oldini oladi. Masalan, agar Baxtiyor amakining staji 5 yil oldin noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, undan faqat so'nggi 3 yildagi ortiqcha to'lovni qaytarish talab qilinadi, butun 5 yil uchun emas. Bu nafaqaxo'rlarga nisbatan adolatli yondashuvni ta'minlashga qaratilgan va ularni ortiqcha moliyaviy yukdan himoya qiladi. Ikkinchidan, ayrim hollarda agar ortiqcha to'lov nafaqaxo'rning aybi bilan emas, balki nafaqa fondining o'z xatosi yoki texnik nosozliklar tufayli yuzaga kelgan bo'lsa, bu mablag'larni qaytarish jarayoni biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Garchi qonun bo'yicha baribir qaytarilishi kerak bo'lsa-da, bu holatda siz, ya'ni nafaqaxo'r, hech qanday ma'muriy javobgarlikka tortilmasligingiz, jarimaga tortilmasligingiz kerak. Faqat ortiqcha olingan summaning o'zi qaytarilishi talab qilinadi. Bunday vaziyatlarda sizdan bu summani birdaniga qaytarish talab qilinishi shart emas.
Ko'pincha nafaqa fondi sizning keyingi nafaqalaringizdan ma'lum bir foizni ushlab qolish orqali bu muammoni hal qilish yo'lini taklif qiladi. Bu variantni muzokara qilishga harakat qiling. Masalan, agar sizdan 7,2 million so'm qaytarish talab qilinsa va sizning oylik nafaqangiz 2 million so'm bo'lsa, ular har oy nafaqangizdan 200 ming so'mdan ushlab qolishga rozi bo'lishi mumkin. Bu holatda sizning moliyaviy ahvolingizga birdaniga katta zarba yetmaydi va pulni qaytarish ancha yengil kechadi, chunki bu oylik budjetingizga katta ta'sir ko'rsatmaydi. Uchinchidan, va bu juda muhim nuansa, agar siz ishga joylashgan bo'lsangiz, lekin sizning ishingiz qonuniy ravishda nafaqa miqdoriga ta'sir qilmasa, masalan, agar siz nogironlik nafaqasi olsangiz va kam miqdorda ish haqi bilan ishlasangiz, bu holatda sizdan hech qanday ortiqcha to'lov talab qilinmaydi. Har bir nafaqa turining o'ziga xos qoidalari bor. Shuning uchun o'zingizning nafaqa turining qoidalarini aniq bilishingiz juda muhim. Ba'zi nogironlik guruhlari uchun hatto ishlaganda ham nafaqa to'liq saqlanib qolishi mumkin, ammo bu ko'pincha daromad chegarasi bilan bog'liq bo'ladi. Agarda sizning daromadingiz ma'lum bir chegaradan oshmasa, nafaqa miqdori o'zgarmaydi. Aynan shu chegaralarni bilish va ularga rioya qilish muhimdir. Aks holda siz bilmagan holda qoidalarni buzib qo'yishingiz mumkin. Bu holatda siz ishga kirganingizni nafaqa fondiga xabar berishingiz shart, chunki ular sizning yangi daromadingiz qonuniy chegaradan oshmayotganligini tekshirishlari kerak bo'ladi. To'rtinchidan, ba'zi bir texnik xatolar, masalan, bank hisob raqamiga 2 marta bir xil to'lov tushishi holatlari ham bo'lib turadi. Bu holatda nafaqaxo'rning bu ortiqcha pulni sarf qilmasligi va darhol bankka yoki nafaqa fondiga xabar berishi maqsadga muvofiqdir. Chunki agar siz bu pulni sarflab yuborsangiz va keyinroq bu xato aniqlansa, uni qaytarishga majbur bo'lasiz. Bu holatda siz o'zingizni xato qilinganlikda ayblashingiz mumkin, chunki siz g'ayritabiiy miqdordagi pul tushganini sezishingiz va buning sababini aniqlashtirishingiz kerak edi. Ya'ni, agar sizga odatdagidan ko'proq summa kelib tushsa, buning sababini aniqlashtirish uchun darhol murojaat qiling. Men bilmasdim degan bahona har doim ham o'tmaydi. Bu sizning mas'uliyatingizda ekanligini unutmang. 5-dan, ba'zida nafaqaxo'rlar o'zlarining shaxsiy ma'lumotlaridagi o'zgarishlarni, masalan, familiya o'zgarishi, pasport ma'lumotlarining yangilanishi, nafaqa fondiga o'z vaqtida xabar bermaydi. Garchi bu to'g'ridan to'g'ri nafaqa miqdoriga ta'sir qilmasa ham, kelajakda hujjatlarni qayta rasmiylashtirishda yoki tekshiruvlar paytida keraksiz muammolarga olib kelishi mumkin. Masalan, nafaqa fondi bazasidagi ma'lumotlar sizning pasportingizdagidan farq qilsa, keyingi nafaqa to'lovlari to'xtatib qo'yilishi mumkin, toki ma'lumotlar yangilanmaguncha. Har doim barcha ma'lumotlaringizni dolzarb holatda saqlang va har qanday o'zgarish haqida o'z vaqtida tegishli organlarga xabar bering. Bu sizni ortiqcha bosh og'rig'idan qutqaradi va tizim bilan silliq ishlashingizni ta'minlaydi. Shuningdek, shuni ham esda tutingki, nafaqa fondining xodimlari barcha nafaqaxo'rlarning holatini yaxshi bilmasligi mumkin. Shuning uchun sizning holatingiz o'zgarganda ishga kirish, moliyaviy ahvolning yaxshilanishi, yashash joyining o'zgarishi, bu haqda o'zingiz xabar berishingiz shart. Bu sizning fuqarolik burchingiz ham kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy muammolarning oldini olishning eng samarali yo'li hamdir. Bu yangi tizimning ishlash tamoyili ma'lumotlarning aniqligi va dolzarbligiga asoslangan. Agar siz o'z ma'lumotlaringizni yangilab borsangiz, tizim sizni noto'g'ri ro'yxatga kiritmaydi va siz ortiqcha pul qaytarishingizga to'g'ri kelmaydi. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar sizda ortiqcha to'lov aniqlansa yoki siz xavf guruhiga kirishingiz mumkinligidan shubhalansangiz, nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar qo'yish kerak? Men sizga aniq ko'rsatmalar beraman. Har bir qadamni diqqat bilan o'rganib chiqing, chunki bu sizni ortiqcha muammolardan xalos etadi. Birinchi qadam, xabarnomani kutish va uni sinchkovlik bilan o'rganish. Agar sizning holatingizda ortiqcha to'lov aniqlansa, nafaqa fondi sizga rasmiy xabarnoma yuboradi. Bu xatda aniq summa, ortiqcha to'lov davri va uning sababi ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bu xabarnomani juda diqqat bilan o'qib chiqing. Har bir bandini tushunishga harakat qiling. Hatto qaytarilishi talab qilinayotgan summa to'g'ri ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. Agar biror joyi tushunarsiz bo'lsa, xavotirlanishga shoshilmang, keyingi qadamlarga o'ting. Xabarnomaning nusxasini saqlab qo'ying. Bu keyinchalik sizga kerak bo'lishi mumkin.
Ikkinchi qadam ma'lumotlarni tekshirish va hujjatlarni tayyorlash. Xabarnomadagi ma'lumotlar bilan o'zingizning shaxsiy hujjatlaringizni solishtiring. Hatto kichik nomuvofiqliklar ham muhim bo'lishi mumkin. Agar siz ishga kirgan bo'lsangiz, mehnat daftarchangizning nusxasini, ishga qabul qilish to'g'risidagi buyruqni, so'nggi 3 yildagi ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomani ish joyingizdan olasiz, tayyorlang. Agar siz uydan ishlagan bo'lsangiz, lekin rasmiy ravishda shartnoma tuzgan bo'lsangiz, o'sha shartnoma nusxasi ham kerak bo'ladi. Agar moliyaviy ahvolingiz o'zgargan bo'lsa, meros, katta xayriya, bu haqda tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, meros guvohnomasi, bank ko'chirmalari, o'tkazmalar haqidagi ma'lumotnomalar yig'ing. Bankdan sizning hisob raqamingizga kelib tushgan yirik summalar haqidagi rasmiy ma'lumotnomani olishingiz mumkin. Agar siz chet elga ketgan bo'lsangiz yoki qaytib kelgan bo'lsangiz, chegarani kesib o'tish sanalarini tasdiqlovchi pasport nusxalarini yoki chegara xizmatidan ma'lumotnomani tayyorlang. Barcha kirish va chiqish sanalari aniq ko'rsatilgan bo'lishi muhim. Agar ortiqcha to'lov nafaqa fondining xatosi tufayli yuzaga kelgan deb hisoblasangiz, bu borada sizda mavjud bo'lgan har qanday hujjatlarni yoki ma'lumotlarni tayyorlang. Masalan, sizga noto'g'ri ma'lumot berilganligi haqidagi yozishma, rasmiy hujjatlar yoki boshqa dalillar. Eng muhimi, o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Pasport nusxasi, IN, SNILS yoki IT karta ma'lumotlari. Barcha hujjatlar asl nusxada va ularning nusxalari bilan birga bo'lishi kerak. Uchinchi qadam, nafaqa fondiga murojaat qilish. Hujjatlaringizni tayyorlaganingizdan so'ng, nafaqa fondining hududiy bo'limiga shaxsan murojaat qiling. Aynan o'sha bo'limga boring, sizga xat yuborgan bo'limga. Murojaat qilishdan oldin telefon orqali qabul vaqtlari va kerakli hujjatlar ro'yxatini yana bir bor aniqlashtirib olishingiz mumkin. Bu sizning vaqtingizni tejaydi. Suhbat paytida o'zingizni xotirjam tuting, vaziyatni tushuntiring va o'zingiz tayyorlagan hujjatlarni taqdim eting. Agar sizda savollar bo'lsa, ularni berishdan tortinmang. Agar siz ortiqcha to'lovga rozi bo'lmasangiz, o'z e'tirozingizni yozma ravishda bildirish huquqiga egasiz. Bu e'tirozda nega sizningcha ortiqcha to'lov bo'lmaganini yoki uning miqdori noto'g'ri hisoblanganini asoslab berishingiz kerak. Yozma e'tirozning nusxasini o'zingizda saqlab qoling va nafaqa fondi xodimining imzosini va sanasini qo'yishini so'rang. Bu sizning kelajakdagi huquqiy harakatlaringiz uchun dalil bo'ladi. To'rtinchi qadam, qaytarish usullarini muhokama qilish. Agar ortiqcha to'lov borligi tasdiqlansa, siz pulni qaytarish usullarini muhokama qilishingiz mumkin. Nafaqa fondi sizga birdaniga barcha summani qaytarishni taklif qilishi mumkin. Ammo agar bu siz uchun moliyaviy jihatdan qiyin bo'lsa, pulni bo'lib oylik nafaqadan ushlab qolish yo'li bilan qaytarish variantini so'rang. Yuqorida aytganimdek, bu ko'p hollarda mumkin. Bu borada yozma kelishuvga erishishga harakat qiling. Kelishuvda qaytariladigan summa, oylik ushlab qolinadigan miqdor va muddatlar aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bu kelishuvning nusxasini ham o'zingizda saqlab qo'ying. Hech qachon shoshilinch qaror qabul qilmang. 5-qadam, huquqiy yordam. Agar siz nafaqa fondining qarori bilan norozi bo'lsangiz yoki vaziyat juda murakkab bo'lsa, yuridik yordam olishdan tortinmang. Advokat yoki huquqshunos sizga to'g'ri yo'l ko'rsatishi, hujjatlarni tayyorlashda yordam berishi va sizning manfaatlaringizni himoya qilishi mumkin. Ular nafaqa fondi qaroriga sud orqali e'tiroz bildirishda ham ko'maklashadi. Unutmang, sizning huquqlaringiz bor va siz ulardan foydalanishingiz kerak. Davlat xizmatlari markazlarida yoki ijtimoiy himoya bo'limlarida ham bepul huquqiy maslahatlar berilishi mumkin. Bu imkoniyatlardan foydalaning. 6-qadam, ma'lumotlaringizni doim yangilab boring. Bu eng yaxshi profilaktik choradir. Agar sizning ish joyingiz, yashash joyingiz, oilaviy ahvolingiz yoki boshqa muhim ma'lumotlaringiz o'zgarsa, darhol nafaqa fondiga xabar bering. Bu kelajakda bunday muammolar paydo bo'lishining oldini oladi. Sizning mas'uliyatingiz va o'z vaqtida xabar berishingiz sizni ko'p bosh og'riqlardan xalos etadi. Yangi tizim ma'lumotlarni o'zaro solishtirishda juda aniq, shuning uchun bilmasdim degan bahona endi ish bermaydi. Har yili hatto o'zgarishlar bo'lmasa ham, nafaqa fondi bilan bog'lanib, ma'lumotlaringizning dolzarbligini tasdiqlashingiz ortiqcha bo'lmaydi. Yakuniy xulosalar va chaqiriq aziz do'stlar, bugun biz aprel oyida boshlanadigan keng qamrovli nafaqa tekshiruvlari va ortiqcha to'lovlarni qaytarish masalasi haqida juda batafsil gaplashdik.
Menimcha sizlar endi vaziyatni to'liq tushunib yetdingiz va qanday harakat qilish kerakligini bilib oldingiz. Asosiysi vahima qilmaslik, vaziyatni xotirjamlik bilan tahlil qilish va kerakli choralarni ko'rishdir. Halol nafaqa olgan, ma'lumotlarni yashirmagan insonlarning xavotirlanishiga mutlaqo asos yo'q. Qolganlar esa yuqorida aytilgan tavsiyalarga amal qiling va o'z vaqtida chora ko'ring. O'z huquqlaringizni biling va ulardan foydalaning. Mening maslahatim shuki, agar siz o'zingizda shubha tugdiradigan biron bir holatni sezsangiz, masalan, ishga kirgan bo'lsangiz u nafaqa fondiga xabar bermagan bo'lsangiz, aprel oyi kelishini kutmasdan, hozirdanoq nafaqa fondiga murojaat qiling va vaziyatni o'zingiz tushuntiring. Bu sizning harakatingizni halollik belgisi sifatida baholashlariga va vaziyatni yengilroq hal qilishlariga yordam beradi. Bunday faollik sizga nisbatan insoniy yondashuvni ta'minlaydi va ehtimol jarimalardan xalos bo'lishga yoki qaytarish muddatlarini cho'zishga yordam beradi. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikrlaringiz va savollaringiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun bu mavzu bo'yicha o'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang, toki kelajakda ham bunday muhim va dolzarb ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun. O'zingizni ehtiyot qiling va sog' bo'ling.